Shunda Megaplant ro'parasida joylashgan tayyor Yevro remontli 2 xonali uyimizni ijaraga qo'ysanglar ham, mebel texnika qo'yib bersanglar, indamay 500-600 dollar atrofida ketadi. Shu turishiga ham indamay 400-450 dollarga topshirsa bo'ladi. Tayyor 2 xonali Yevro remontli uyimiz Yunusobod 13-kvartalda joylashgan 2 xonali uyimiz, etaji ham birinchi etajda, o'zining podvali ham bor, 4 etajli domimiz. Orientirimiz esa Megaplant ro'parasi. Tayyor remontli uy, umumiy maydonimiz 50 kvadrat metr, narxini ham egalari srochniy 68300 deb aytishyapti. Kirishimizdan prixoshkamiz, sразу o'ng qo'limizda sanuzelimiz boshlanadi. Bo'lmasa chiroyli qilib kafillar qilingan, yaxshi eshiklar qo'yilgan. Bu yerda esa mana hammomizga ham stiralkalarning joylari tashab ketilgan. Pollarga ham bitta ahamiyat beringlar. Pollarimiz ham полностью parket, yaxshi taxtalardan qilingan. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 270 ga 520 metr. Yaxshi akforomlar qo'yilgan. Bu yerda esa zal xonamiz. Zalimiz ham 315 ga 520. Balkonimizda o'zi 1,5 ga 6, egalari yarmini detskiy xona qurishgan. Bu yerda oshxonaga qo'shib detskiy xona qurishgan. Balkonimizning yarmiga esa oshxonamizni olib chiqishgan egalari. Bu yerda ham chiroyli qilib kuxonli garnitur qilib qo'yishgan. Tayyor полноценный 3 xonali uy desiga ham bo'ladi. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Metro, Universal bozor hamma narsasi oldida joylashgan. Narxi ham juda ham ishkalad. Agar kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.